Keyin mana hurmatli baliqchi. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Fuqarolar, muxlislar, bormisizlar? Mana zakanimiz haqiqiy priroda tozalangan balig'imizni mana bugun harakatda birinchisi tashagan baliqlarimiz bor bu yerda. Hozir 220 kilo baliq keldi. 1,5 kilolik, 2 kilolik, 1 kilolik, kami 1 kilo. Xudo xolasa mana zakanimizga tashayapmiz. Ko'ryapsizlar. Haqiqiy priroda, manzaralar joyida. Kesalaring zerikmaysizlar. Noumid ketmaysizlar. Hamma sharoitlar bor, xudo xolasa. Mana yerda hamjihatlikda mana xudo xolasa mana hozir balig'imizni ochish harakatidamiz. Ko'rasizlar. Bugun 10-yanvar shanba kuni. Bismillahirrohmanirrohim. Balıqlar keldi. Balıqlar mana xudo xolasa tushishni boshlashyapti. Ochilish marosimi boshlandi mana xudo xolasa. Ko'rasizlar. Kelinglar, muxlislar, hamma uchun sharoitlar bor. Ko'ynimiz ochiq. Ketdi mana baliqni ko'ryapsizlarmi? Oho, mana baliq. Mana baliq. Mana baliq. Zakanga tushyapti mana. Ko'ryapsizlar mana. Oh! Mana baliqni ko'ryapsizlar. 2 kilolik baliqlar. Oh! Oh! Ko'rdilaring, zakanga tushdi mana. Oh, mana kelishini qarang. Kelavering. Oh, ana. Oh! Voy janavar, tushur endi. Opa! Mana ko'ryapsizlar. Oh, kattagina ekan. Yaxshi. Mana Tushdi baliqlar. Mana. Ko'ryapsizlar? Hangi balıqlar hammasi? Oh. Ana. Opa! 2 kilo. Marhamat. Hammalaringni o'g'ga taklif qilamiz. Kutamiz intizorlik bilan. Kelishlaring mumkin. Hammaga ochiq yo'llarimiz. Lakasa tashaymiz. Xudo xolasa baliqlarimiz tushdi zakanga. Ketadi hozir. Mana hozir yurib ketishadi. Hozir qirvoqda turishibdi mana. Ko'ryapsizlar. Sattor aka. O'ylab Balıqlar kelib, xursand bo'lib. rahmat, Allohga shukr. O'zi ichida ham baliqlarimiz bor edi. Ilonboshi ham bor ama. Ilonboshi ham bor. Gapimizga javob. Ha, chunki ko'zimiz bilan ko'rgan. Oldin tashagan edi biz bakka. Bu 2 kiloning balıqlar ham bor. Xudo xolasa endi kelib, Ha, nasib qilsa kelib ishlayveradi uni. inshaalloh. Hammaga nasib qilsin, kelsin mana ko'rsin, priroda hamma yo'q bor mana. Hamma yo'q bor mana. Haqiqiy priroda. Yarasha. Cho'ldamiz. Mana mashinada kelib. Manzaralar qarang, manzaralarda bu. Oo! Kesiz yayrab ketadigan joy, xudo xolasa. Salom bilan o'zlari. O'g'laring barordan bersin, marhamat. Joylarimiz ochiq, bugundan ochildi. Aloqada dejo yo'q. Qo'yvar nartajevim buva, qo'yinat kelsin deydi-yu. Mana